Assalomu alaykum. Giyohxonamizdan kichkina qisqa lavhalar. Hozirda mana shu giyohlarning hammasini ichishga qulay qilib, mazasini to'g'rilab, mana bunaqangi flakonlarga o'tkazish boshlandi bizada. Hamma narsa, bundan keyin yog'lar ham даже kichkina flakonchalarda bo'ladi. Mana hozir torpedalar o'tdi, yog'lar mana kunjut, zviraboi yog'i, qora sedana, kanop yog'i. Hammasi endi kichkina yuzli flakonlarga o'tyapti bizda. Undan tashqari mana Detox Pro, Slim Pro, Женский, Garmonia, Mutskoy energiya va undan tashqari protivirusli giyohlarimiz, даже torpeda, uning hammasi, demak, shunaqa upakovkalarga o'tadi. Yaqinda etiketkalari kelsa, xudo xolasa onlayn savdolarni ham juda ham aktiv holatda yo'lga qo'yamiz. Bundan tashqari Optim giyohlar ham mavjud, bilasizlar. Har qanaqa turi Toshkentda faqat bizda bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.